Agar siz Janubiy Koreyaga kelib faqat Seulni ko'rgan bo'lsangiz, siz Koreyani to'liq ko'rmabsiz. Pusan albatta bo'lish kerak bo'lgan shahar. Bu shaharni shunchaki ko'rish emas, uni his qilish kerak. Ayniqsa kechqurun. Pusan kechqurun yonadi. Osmono'par binolar dengizda aks etadi. Plaj rostakasim 3 kartinaga o'xshaydi. Bu manzara hech qachon esingizdan chiqmaydi. Bu yerda osmono'par binolar to'g'ridan-to'g'ri okean bo'ylab joylashgan. Koreyada bunday joylar juda kam. Shuning uchun Pusan boshqacha. Kechqurun Pusan haqiqiy hayot bilan yashaydi. Shunday guvanali plyajlar, yoritilgan ko'priklar, odamlar, harakat, musiqa, juda ham chiroyli manzara. Alohida mavzu ko'cha taomlari, baliqli piroglar, tokbokki, dengiz mahsulotlari hammasi issiq, yangi va to'g'ridan-to'g'ri ko'chada. Pusan bu port shahri. Bu yerda dengizni hidi bor. Taomlarida ham, kayfiyatida ham. Shuning uchun bu yerning taomlari boshqacha. Pusan Koreyadagi ikkinchi yirik shahar va mamlakatdagi eng katta port. Bu yerda xalqaro kino festivallari o'tkaziladi. Kechalari esa dron shoular ko'rish mumkin. Pusan bu Koreyani boshqacha tomoni. Agar Koreyaga kelsanglar, Pusanga kelishni esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Ayniqsa kechqurun. Sovuq juda ham. Davay bo'ldi, ketdi.